Bugun sizlar bilan nafaqat og'riqli, balki dahshatli bir mavzu haqida so'z ochamiz. Hurmatli onaxonlar va otaxonlar, aziz yurtdoshlar. E'tibor bering, sizning xonadonlaringizni tortib olishga harakat qilishmoqda. Ha, adashmadingiz, bu hazil emas. Ertadan, ya'ni dushanba kunidan boshlab uylaringizga, sizning qadrdon qo'rg'onlaringizga bostirib kirishadi va mol-mulkingizga ko'z olaytiradilar. Bu so'zlarimni diqqat bilan eshiting, chunki bu sizning bugungi va ertangi kuningizga bevosita taalluqli bo'lishi mumkin. Mana shu yurtni, mana shu azim shaharlar va tinch qishloqlarni bunyod etgan, har bir gishtini o'z qo'llari bilan tergan, tongdan shomgacha mehnati bilan vatanimiz ravnaqiga hissa qo'shgan, bolalarning rizqi uchun jon kuydirgan sizdek fidoyi insonlarning bugun mana shunday vaziyatga tushishi adolatdanmi? Sizning pensiya jamg'armasiga yillar davomida to'lagan soliqlaringiz, chekkan zahmatlaringiz hozirgi kunda shunchalik arzimas bo'lib qoldimi? Kimdir umrining barcha mazmunini mehnatga, halol rizq topishga bagishlab, arzimagan nafaqa bilan kun kechirarkan, boshqa bir kimsalar esa ularning bor budini tortib olishga intilmoqda. Qayta savol tugiladi. Bu nima degan gap? Umr bo'yi ter to'kib, halol yashagan insonning qariligida tinchlik va osoyishtalik o'rniga tahdid, tahqir va uy-joydan ayrilish xavfi turibdimi? Sizchi, hurmatli otaxonlar va onaxonlar, umringiz davomida qancha mehnat qilganingizni, qaysi sohalarda fidokorona xizmat qilganingizni bizga yozib qoldiring. Shu yoshingizda, mana shu yuzingizdagi har bir ajin qaysi mehnatlarning guvohi ekanligini, qanday qiyinchiliklarni boshdan kechirganingizni biz bilan o'rtoqlashing. Zero sizning tajribangiz, sizning hayot yo'lingiz, bu bizning tariximiz, bizning faxrimizdir. Sizning har bir so'zingiz biz uchun qimmatli, sizning har bir izohingiz bizga kuch bag'ishlaydi. Agar siz ham mana shu adolatsizlikka qarshi kurashishda, o'z huquqlaringizni himoya qilishda yolg'iz qolishni istamasangiz, kanalimizga obuna bo'ling. Zero biz har bir o'zgarishni, har bir yangi qarorni birinchilardan bo'lib sizga yetkazamiz va ulardan qanday himoyalanish kerakligini tushuntiramiz. Bitta obuna tugmasi bilan siz kelajakda minglab muammolardan himoyalangan bo'lasiz. Bunga ishonchim komil. Bu sizga nafaqat huquqiy savodxonligingizni oshirishga, balki o'zgalarga ham yordam berishga imkon yaratadi. Chunki sizning obunangiz, sizning ishonchingiz bizga yangi masalalarni ko'tarishga, adolat izlashga kuch beradi. Eslab ko'ring, azizlar, ilgari qanday edi? Mahalla oqsoqollari, guzarlar, butun bir jamiyat keksalarimizga alohida ehtirom bilan qarardi. Ularning har bir so'zi qonun, har bir fikri hikmat edi. Qora qozon qaynab turgan, uyda tinchlik hukmronlik qilardi. Birorta xonadonda to'lovlar bilan bog'liq muammo chiqsa, mahalla ahli bir yoqadan bosh chiqarib yordam berardi. Eshiklar ochiq edi, qo'shnichilik rishtalari mustahkam edi. Hech kim keksa insonning uyiga bostirib kirib, uning mol-mulkini xatlashga jur'at qilmasdi. Bu uyat edi, or edi, nomus edi. Axir o'sha uylar, o'sha bo'klar, o'sha tor ko'chalar o'z vaqtida ular tomonidan bunyod etilgan. Ularning bolalari, nabiralari, chevaralari yashashi uchun mehr bilan qurilgan edi-ku. Odamlar bir-biridan yordamini ayamaydi. Birovning uyidagi kichik bir nuqsonni butun mahalla ahli birgalikda tuzatardi. Keksalarning hurmati baland edi. Ularning duosini olish har bir inson uchun baxt hisoblanardi. Farzandlar ota-onasining ro'zg'origa qarab turardi. Uy to'la odam, xonadon shodlikka to'la edi. U paytda qonunlar ham hozirgidek har bir qadamni jinoiy harakat deb baholamas edi. Sodda va halol yashash yetarli edi. Ular jamiyatning mustahkam ustuni, hayot tajribasining bitmas-tuganmas manbai edi. Ulardan maslahat so'rashardi, ularning duosini olib ish boshlashardi. Ammo bugun nimalar bo'lmoqda? Yangi qoida, ya'ni tort 112 sonli farmoyishga ko'ra, endi Bosh prokuratura huzuridagi Majburiy ijro byurosi, MIB inspektorlari mahalla qo'mitalari bilan hamkorlikda uylarga bostirib kirishga haqli. Ertadan, ya'ni dushanba kunidan boshlab, ular har bir xonadonga kirib, sizning hujjatlaringizni, mol-mulkingizni tekshirishadi. Bu shunchaki tekshirish emas, bu bosqin, bu shaxsiy makonga daxl qilish. Agar sizda ruxsatsiz qurilgan ayvoncha, oshxona yoki boshqa bir bino bo'lsa, hatto u 5, 10, 20 yildan beri turgan bo'lsa ham, yoki elektr energiyasi uchun 500 ming so'mdan ortiq qarzingiz bo'lsa, sizning mol-mulkingiz joyida xatlanib, hibsga olinishi mumkin. Bu hazil emas, bu achchiq haqiqat. Mana bu qog'ozda yozilishicha, jarimalar 3 million 400 ming so'mga yetishi mumkin va eng yomoni, qarz egalarini uylardan majburan chiqarib yuborish bilan tahdid qilishmoqda. Bu qanday adolat?
Bu qanday qonun? Oz vaqtida hech kimga xalaqit bermagan, shunchaki ro'zg'or ehtiyoji uchun qurilgan kichik bir binoning bugun yuzlab insonlar uchun falokatga aylanishi mumkinligi kishi aqlni shoshiradi. Axir qarz ham ba'zan kishining hayotida kutilmaganda paydo bo'ladigan kasallik, ro'zg'or tashvishlari, farzandlarning to'ylari yoki boshqa qiyinchiliklar tufayli yuzaga keladi-ku. Hech kim o'z uyini garovga qo'yishni istamaydi, hech kim o'z xonadonidan ayrilishni xohlamaydi. Ammo shunga majbur qilinmoqda, shu xavf ostida yashashga majbur qilinmoqda. Kimlar ko'proq xavf ostida qoladi, deysizmi? Eng avvalo, yolg'iz yashaydigan, nafaqasi arzimagan miqdorda bo'lgan, kasalliklari tufayli qiynalib qolgan, ba'zi hollarda farzandlari chet elda ishlayotgan, o'zining mehnatlari evaziga qurgan kichikina qo'shimcha binolari bor bo'lgan keksalarimizdir. Ularning aksariyati qog'ozbozlikdan uzoq, qonun-qoidalarni chuqur tushunmaydi. Chunki umr bo'yi jismoniy mehnat bilan shug'ullanishgan. Ularga hech kim huquqlarini o'rgatmagan. Ular davlatga ishonib, uning gamxo'rligiga umid qilib yashaydilar. Ammo mana bu qaror, mana bu harakatlar ularning ishonchini poymol qilmoqda, ularning tinchligini buzmoqda. Ba'zi bir toifadagi nafaqaxo'rlarga, masalan, yoshga doir nafaqalar oshirilishi haqida gapirishadi. Ammo bu oshishlar ularning kommunal to'lovlari va kunlik ehtiyojlarini qoplashga yetadimi? Ko'pincha yo'q. Bir necha 100 ming so'mga oshgan nafaqa 3 million 400 ming so'm jarima oldida hech narsa emas. Bu shunchaki og'ir ahvoldagi insonlarning ustidan kulishdir. Bu ularning ahvolini yanada og'irlashtirishdan boshqa narsa emas. Zero, keksa yoshda qonun-qoidalar orasida adashish, hujjatlar tayyorlashga qiynalish, bu tabiiy hol ularning ko'pchiligining ko'zlari yaxshi ko'rmaydi, quloqlari og'ir eshitadi, har bir idoraga yugurishga sog'liqlari ko'tarmaydi. Aynan mana shu jihatlarni hisobga olish o'rniga, ularga bosim o'tkazish, ularning bor budini tortib olishga intilish, bu insoniylikka zid harakatdir. Tasavvur qiling, qadrdonlarim, 80 yoshni qoralagan Oysha buvini. U kishi butun umr paxta dalasida ishlagan, 5 farzandni katta qilgan, ularni oyoqqa turgazgan. Eri rahmatli bir necha yillar avval vafot etgan. Farzandlari har biri o'z tashvishi bilan, biri chet elda, biri viloyat markazida. Oysha buvi qishlog'idagi eski hovlida yolg'iz yashaydi. Nafaqasi bor yo'g'i 1 million 200 ming so'm. Kommunal to'lovlar, dori-darmon, ro'zg'or xarajatlari bilan shu pul zo'rga yetadi. Uning yuzidagi har bir ajin, qo'llaridagi har bir qadoq umrining fidoyiligining guvohidir. Endi qarasangiz, marhum eri 40 yil oldin hovlisining burchagiga o'tin saqlash uchun kichkinagina molxona qurib bergan ekan. Uning tomiga yomg'ir o'tmasin deb ustini shifer bilan yopishgan. Bugun bu molxona ruxsatsiz qurilma deb topilib, uni qonuniylashtirish yoki buzish talab qilinmoqda. Qonuniylashtirish uchun 1 million 700 ming so'm atrofida hujjatlar tayyorlash kerak. Bu pul Oysha buvi uchun katta mablag'. U koshki shu pulga 1 yil davomida dori-darmon olgan bo'lardi. Buzib tashlashga kuchi yetmaydi, bolalarni bezovta qilishni xohlamaydi. Ko'zida yosh bilan ko'chaga chiqib ketishdan qo'rqib yashaydi. Har bir eshik taqillaganida yuragi gash bo'ladi. Endi menga keldilarmi deb cho'chiydi. Axir bu uyni har bir burchagini ular o'z qo'llari bilan bunyod etganlar-ku. Farzandlariga, nabiralarga qoladi deb umid qilishgan. Endi esa bu narsalar ularning bo'yniga zanjir bo'lib ilinmoqda, ularning tinchligini, osoyishtaligini buzmoqda. Bu shunchaki bir sonadon emas, bu bir insonning butun bir hayotidir, butun bir avlodning qisotirasidir. Yoki o'sha Ahmad boboni olaylik. Ahmad bobo urush faxriysi, keksa yoshda ham tinim bilmas. O'z hovlisida kichkina tandirxona qilib, qo'shnilarga non yopib berardi. Nafaqasi shundoq ham kam, shu non yopish bilan tirikchilikka ozgina qo'shimcha daromad topardi. Non yopish uning uchun shunchaki ish emas, balki hayotining mazmuni, odamlar bilan muloqot qilish imkoniyati edi. Uning yopgan nonlarni mahalla ahli yaxshi ko'rar, har tong u kishi bilan salomlashishga kelishardi. Tandirxona hovli tashqarisida, yo'l chetida joylashgan, hech kimga xalaqit bermaydi. Lekin hujjatlarda ro'yxatdan o'tmagan. Endi esa bu binoni buzish yoki katta jarima to'lash talab qilinmoqda. Ahmad bobo buncha pulni qayerdan oladi? Umr bo'yi vatan uchun xizmat qilgan, uning tinchligi uchun kurashgan insonning mana shunday xor bo'lishi adolatdanmi? Bu shunchaki mol-mulkni tortib olishga bahona izlash emasmi? Bu keksalarimizning nafasini siqish, ularning umrini zahar qilish emasmi? Ularning gururini oyoq osti qilish emasmi?
Har bir insonning o'z vatanida tinch va osoyishta yashashga, qariganda hurmat ko'rishga haqqi bor-ku. Bu haqiqiy vatanparvarlikka zid harakatlar. Oz xalqini qadrlamaydigan davlatning kelajagi bo'lmaydi. Keksalarni qadrlash bu millatning yuzi, uning madaniyati, ma'naviyati. Bu qadar hurmatsizlikka qanday chidash mumkin? Bizning jamiyatimizda keksalarga bo'lgan hurmat naqadar chuqur ekanini unutib bo'lmaydi. Ular bizning ota-onalarimiz, bobo-buvilarimiz. Ularga nisbatan bunday qat'iyatli, ba'zan shafqatsiz choralar qo'llash bu butun bir millatning qadr-qimmatiga ta'sir qiladi. Sizning mahallangizda ham shunga o'xshash holatlar bormi? Kimdir sizni ham ana shunday asossiz talablar bilan bezovta qilyaptimi? Oz hayotingizdan, oz oilangizdan misollar keltirib, bizga yozib qoldiring. Zero har bir misol biz uchun qimmatli, har bir izoh bizning kurashimizga kuch bag'ishlaydi. Biz nafaqaxo'rlarning ovozi bo'lishga intilamiz. Shunday ekan, oz ovozingizni biz orqali eshittiring. Bizga murojaat qilishdan, oz muammolaringizni aytishdan uyalmang. Chunki siz yolg'iz emassiz. Biz birgalikda bu muammolarni yechishga harakat qilamiz. Sizning hikoyalaringiz minglab boshqa insonlarga najot bo'lishi mumkin. Xo'sh, bu vaziyatda nima qilish kerak, deysizmi? Birinchidan, xotirjamlikni saqlang. Vahimaga tushmang. Vaziyat qanchalik og'ir bo'lmasin, har qanday muammoning yechimi bor. Sizning tinchligingiz, salomatligingiz har qanday mol-mulkdan qimmatliroq. Ikkinchidan, darhol barcha kommunal to'lov kvitansiyalarni, xususan elektr energiyasi uchun to'lov qog'ozlarini diqqat bilan tekshiring. 500 ming so'm atrofidagi qarzingiz bor-yo'qligiga ishonch hosil qiling. Agar qarz mavjud bo'lsa, imkon qadar tezroq uni to'lashga harakat qiling. Agar qarzni birdaniga to'lashga qurbingiz yetmasa, majburiy ijro byurosi yoki elektr ta'minoti tashkiloti bilan yozma ravishda kelishuv tuzishga urinib ko'ring. Kichik qismlarga bo'lib to'lash imkoniyatini so'rang. Bu ularning sizni birdaniga sudga berishiga yo'l qo'ymaydi va eng muhimi, sizning yaxshi niyatda ekanligingizni ko'rsatadi. Har bir to'lovni tasdiqlovchi cheklarni ehtiyotkorlik bilan saqlang. Har qanday shubhali vaziyatda mutaxassislarga murojaat qiling. Ikkinchidan, agar sizda ruxsatsiz qurilgan bino bo'lsa, mahalla qo'mitasiga yoki tuman hokimligining arxitektura bo'limiga murojaat qiling. Hozirda bu kabi qurilmalarni qonuniylashtirish bo'yicha maxsus tartiblar mavjud. Ba'zi hollarda bu jarayon uzoq va murakkab bo'lsa-da, uyni yo'qotishdan ko'ra yaxshiroqdir. Hujjatlaringizni to'liq tayyorlang. Erga egalik qilish huquqini tasdiqlovchi hujjatlar, pasport nusxasi, mahalla tavsiyasi. Qo'shnilaringizdan, mahalla oqsoqollaridan guvohlik xatlari oling. Uylarimiz o'nlab yillar oldin qurilgan. U paytda bu kabi qat'iy qoidalar bo'lmaganini tushuntiring. Ularga sizning bu niyatda hech qanday yomon maqsadingiz yo'qligini, shunchaki ro'zg'or ehtiyoji uchun qilinganini yetkazing. Agar sizga bu jarayon murakkab tuyulsa, mahalla raisi yoki mahalla faollaridan yordam so'rang. Ular sizga yo'l-yo'riq ko'rsatish kerak. Chunki mahalla bu bir oila va bir oila a'zosi qiynalganda qolganlar yordam berishi shart. Uchinchidan, huquqiy yordam izlang. Biz yuristlar aynan mana shunday vaziyatlarda sizga yordam berish uchun bor. Ba'zi nodavlat tashkilotlar bepul huquqiy maslahatlar beradi. Ularni topish qiyin bo'lsa ham urinib ko'ring. Pensiya jamg'armasiga emas, balki advokatlarga murojaat qiling. Chunki pensiya jamg'armasi sizning nafaqangiz bilan shug'ullanadi, uy-joy muammolari bilan emas. Mahallangizdagi faol insonlar bilan bog'laning. Ular orasida shu kabi vaziyatlardan xabardor bo'lganlar yoki yordam bera oladiganlar topilishi mumkin. Birgalikda harakat qilsangiz, bosim kuchliroq bo'ladi. Bir ovozdan emas, bir necha ovozdan chiqadigan shikoyat yoki iltimos har doim e'tiborliroq bo'ladi. Agar majburiy ijro byurosi xodimlari sizning huquqlaringizni buzsa, ularning harakatlari ustidan yuqori turuvchi tashkilotlarga, prokuraturaga shikoyat yozing. Har bir qadamni hujjatlashtiring, xatlarni saqlang, suhbatlarning sanasini va ishtirokchilarini yozib oling. Mana shunday og'ir vaziyatda, hurmatli nafaqaxo'rlar, sizlarning har biringizning taqdiringiz men uchun muhim. Sizning hayotingiz, sizning mehnatingiz, sizning o'tgan umringiz bu qadar hurmatsizlikka loyiq emas. Biz birgalikda bu adolatsizlikka qarshi kurashishimiz shart. Siz umringiz davomida halol mehnat qilib, mana shu yurtga xizmat qildingiz. Endi esa sizni uy-joyingizdan mahrum qilish bilan tahdid qilishmoqda. Sizningcha bu adolatdanmi? Shu savolga javobingizni izohlarda kutaman.
Zero sizning ovozingiz bu bizning kuchimizdir. Va unutmasligingiz kerak, sizning haqlaringiz bor va siz ularni himoya qilishga haqlisiz.